Assalomu alaykum. Аңлаватқаныңlar Шинжаң Халық нәшрияты тарафыдан нәшр қылынған тарихи роман Баявандагы Гүлхан. Авторы Ғулам Өмәр. Birinchi qism. 10-chi bob. Davomi. Ikkinchi. Мәмтiri әпәнди Seyfiddin bilan Qashqarga kirib, avval Hilal Ahmarga yo'liqib, Majiddin әпәнди bilan ko'rishdi. Ham uni elib Novishi maktabga ketishdi. Ular Ahmad әпәнди bilan shu yerda uchrashdi. Мәҗиддин әпәнди odati bo'yicha Мәмтили әпәндигә chaqchaq qilib, birdam kulishgandan keyin ularning chaqchiqiga miyiqida kulib qarab turgan Yusuf Ziyo Tavfiqqa "Sizlarning topshiriqlarga binoan Qutqoji bilan ko'rishdim. Shavqi Hazrat sizlar bilan tanishishni orzu qildiganligini aytib, sizlar kelgan hamon xabar qilishimni topilgan edi. Agar xohlasizlar, biz borali yoki u kishining kelishiga cho'lis tegsa boshlab kelay", dedi. Rahmat do'stim. Bu xo'sh xabaringiz uchun ko'p rahmat. Agar u kishi mushu yerga kelalisigo, texim yaxshi bo'ladi, dedi. Mamtiri apandi chin ko'ngildan xushal bo'lib, Yusuf apandining mo'rasidan silkib, "Bu yerda tozimi tepishqanlar jam bo'ladiq. Ammo meningcha birinchi qatimdala cho'ng odamni oldimizga chaqirtish adabdan bo'lmas kerak. Ostonasiga o'zimiz borayli. Vaqti bo'lsa birga kelib, majlisimizga qatayli. Qandoq?" "To'g'ri o'ylablar", dedi Yusuf apandi va darhol "Man hozir" deb qo'shib qo'ydi. Orqadan jiddiy bir ish yodiga yetgandek, Aral yeziliq bir yigit silini so'rab keptikan. Yengsar atrofida tunishqansizlar. Uning yeshi ibtidoiy maktabda o'qish uchun sal cho'ngroq bo'lg'achqa Darul mualliminda o'qisin deb Ahmad apandiga avatib berdim. Qolganini mo'rmas do'stlardan anglaylar, dedi yo'lga jabdunivitib. Ahmad әпәнди Darul mualliminda ish boshlayotgan edi. Yusuf hozirlangacha oraliqda Ahmad әпәндиден Rehim haqida so'radi va uni obdan tarbiyalashni topaladi. "Demasilmo gap ketmaydi-ku", dedi Ahmad әпәнди javoban. Tavfiq do'stining so'zi bilan qanoat hosil qilib, ondan billa kelgan Sayfiddinga buraldi. U Sayfiddinga shu yerda ijozat berdi va ata shu yerda ko'rishishni topaladi. Sayfiddin Dotay Yamulga, vali mahkamasiga ketgandan keyin maktabda jam bo'lgan do'stlarga o'zir aytib, Shavqi Hazrat bilan ko'rishib bir bo'lsa, uni boshlab keladiganligini aytib yurib ketdi. Ular paranglashqach Qutlug' Hojim Shavqining uyiga yetib keldi. Mamtili apandi so'ralmalikni yoqtirmag'achqa, vaqtni ching tutib, ishlarini bitirishga oldirmoq dedi. Yusuf Ziyo uni Shavqining uyiga boshlab kirdi. Ular hovlida uchrashdi. Shavqi 50 necha yoshlardagi kishi bo'lib, yashnib qolganiga qaramay, turqidan jasorat, qizg'inlik urg'ib turadi. Uning usti beshidagi to'n, salla, putidagi maysa kaloch uning latofatiga muloyimlik, mehribonlik tusi bergan edi. Tavfiq ikkisi xuddi ilgari qayerdadir billa yashab, keyin ayrilib ketgan qadinas do'stlardek avval 3 qatim quchoqlashdi. Ondan qizg'in qo'l ilishib ko'rishdi. Tavfiq bu peshqadam shoirning qo'lini qo'yivatmay siqib turib, uningga uzoq sapsilib qaradi va "Tunishganim uchun nihoyatda xushalman", dedi va qo'shib qo'ydi. "Siz muharrirlik qilgan gazetni ko'rib, asarlaringizni o'qib, sizni mendanmi yoshroq yigit bo'lsa kerak deb tikanman." Tavfiq har qanday odamni birdamdala qadinaslarga aylantirib oladigan bir xil yaqimliq, do'stona pozitsiya bilan kulimsirdi. Uning suhbat uslubimi to'xtachi ta'riflagandek, kimga qandoq so'zlashni biladigan, qaysi so'rinda qandoq so'zlashni biladigan bo'lg'achqa, yaqinlashishni kechiktiradigan uzundan uzoq yasalma takalluflarni bir taqlashda atlab o'tib, musofining qoq bilidilla chiqatdi. "Mana endi ko'rdimki, siz aslida yashnib qolgan kishi ekansiz. Biroq shuncha qizg'inlik, shuncha jasorat vujudingizga qandoq batdikin? Mushundoq bir o't yurak kishi yosh vaqtlarda qandoq bo'lg'aydi? Bu tor jahonga qandoq patgan bo'lg'aydi?" deb o'ylag'isi keladi kishining. Shavqi Tavfiqning mijozi ta'sirida haqiqatanmi o'zlarini qachondir ilgari tunishgan ko'na birodarlardek tutishga boshladi. Ham bu ixtiyorsiz illiq sizimdan suyunib, yenik kulimsirdi. "Menmu sizlar bilan didorlashganimga xushalman", dedi u. "Mening yosh vaqtimda qayerga patqanligimni so'rab qollar.
Jahonga patmagan sərkimo qazonga petibdikan-g'u. Menmo bir bulunga ün tensiz petib keldim. Gahida mərdim, gahida jim. Şevqi bu so'zlarni Mamtili apandining chaqchiqiga javoban chaqchaq talaffuzda degan bo'lsa-mu, uning so'zida millatning munavvar o'g'lonlariga baxshanda bo'lib kelgan kulfatlik taqdirning ixcham tasviriga o'xshab ketadigan qayg'uliq ohang yo'shiringan edi. Shunga bundaq temalardagi so'zlarning tegi taktini tushunishga zil bo'lgan Tavfiq qattiq ta'sirlanib, g'amkinlashib qoldi. Nom shariflari Mamtili, taxalluslari Tavfiq ekanligini Yusuf apandidan angladim. Mening gapimni qilganlar, unda qilmislimi men o'zlarini izlab boratdim, dedi Shavqi kulib. Esim qursin, silini uyga boshlamay, oyoqda turg'izib, so'zlaverganimni qaramamdigan. Qani, marhamat, bunisi bizga texmi yoqadi. Chin do'stlar orasida qo'shiqcha takalluflar bo'lmagani texim yaxshi, dedi Tavfiq va Shavqining avvalgi takallufiga qaratib, siz bizni izlab kelgicha qarab o'tiratdiqmi? Balaning otini, inisining akisini, shogirdning ustozini izdigini xo'proq emasmi? Ular ana shu taqlidda paranglashqach, hatto qo'llarini ching tutilishgan holda mehmonxonaga kirib, sala sulasizla tuttur kelgan yerga o'ltirib, parangini shu bo'yicha davom qildi. Yusuf apandi to'g'ri aytibdikan. Men sizlar bilan ko'rishmay turibla, sizlarning mijoz xarakterlarini, qandoq temalarda paranglasam yaxshiroq bo'ldiganligini so'rab ketibdiman. Yusuf apandi, Tavfiq degan bir parcha o't, ko'rishibla qolsalar, bizdek ko'na tonishlarini unutib shuning bilanla bo'lib ketilar degan edi. Mana endi ishondim. Inimizdan tinchlik so'raymi deb demabdiman, dedi Shavqi chin ko'nglidan xushal bo'lib. Mana shundoq. Bu Tavfiq degan odam kishining hasadlarini qo'zg'atadi. Yana bu hasadlarni chaylab yo'qmi qilibdi, dedi Yusuf apandi kulib. "Ay, qaysinglar bor?" dedi Shavqi sirtqa to'g'lab. "Bizga bir piyoldan choy hozirlab beringlar." "Hazratim, choyni bo'ldi qilsizlar. Novishida apandilar saqlab qoldi. Bir muncha odamni u yerda saqlatib qo'yib, biz bu yerda choy ichib o'ltirib ketsakmi saat vaqtlari bo'lsa biz bilan yursizlar, dedi Yusuf Ziyo. To'g'ri deydi. Biz sizning ostonangizga bosh qo'yibla yenishga va'da qilib kelgan edik. Biz bilan birga biring, ustoz. Ammo uyimdan qup-quruq chiqib ketsanglar sat emasmi? Birinchi qatimdilar. Nima kerakki, shu quruq takalluflarning biz bilishmagan odamlar bo'lmasak, qo'yayli shundoq rangvozlikni. Odamgarchilikning bundaq ifoda shakli bizda qoldi. Takror takalluf qilishmay, birla ig'iz so'z bilan ishga kirishadigan bo'lsak, shundoq ulgi yaratsak deyman, ustoz. Qandoq deysiz? Tavfiq allaqachon o'rnidan turib ketgan edi. U eshik tarafga siljig'ach, so'zini davom qilatdi. Maylamsa, esimni yo'qotdim gap bilan. Bo'lmasa, ikki qatim choy qaynag'idek vaqt ketdi, dedi Shavqi. So'zlariga yana tirajash imkoni qolmadi. Buyruqlarga hozir bo'lmoqdan boshqa choram yo'q. Shundoq deb Shavqimi ularga agashdi. Ular yana shu taqliddagi qizg'in parangi bilan uydan chiqib tuymasdanla Novishiga kelib qoldi. Shavqi maktabda apandilar bilan ko'rishib, tinchlik so'rashib bo'lgandan keyin Majiddin apandi Shavqidan so'radi. Tavfiq apandi bilan tanishib qolgansiz har holda. Bu kishiga gap ketmaydi. Shundoq emasmi? Shundoq. Hech ayolsizlar o'zlashib ketdik, dedi Shavqi kulib. Bu apandining biri ana shu, dedi Majiddin apandi iftixorlanish ohangida. Ammo saxta og'rinish bilan hamma do'stimizni tortib olgan. Hatto bolalarmi bu kishini yaxshi ko'rib qilib, otasini esidan chiqarib qo'ydi. Rostilla, mana emasmi? Shundoq bo'ldi, dedi Shavqi ichilib ketib. Majiddin apandi bilanmi tuzukroq ahvollashmayla sili bilan bo'lib ketibdimi? Yusuf apandi sohibxonlik qilib ularga choy quydi. Yangi tonishlar choy ichgach, paranglashib birdamdala ichakishib ketdi. Ahmad apandi Tavfiqning chet eldan kelgicha safar ustidagi qo'nalg'ularda qandoq qarshi ilinganligini yodiga olib, bu so'zlarni to'g'ri topgandek boshlang'ich qo'ydi. Uning kam so'zligi bu voqealarni zo'q sho'q bilan hikoya qilib ketishga haloqat beradi.
U faqat Rim degan qachoq askar bilan ko'rishib ketamla qandoq? U bechora shundoq yolvorib topilib ketgan. Mana shuningdanmi qarasak bo'ladi. Shuningga shuncha yaxshi muomala qilyapmiz. Maktabga joylashtirdik. Ammo yana Mamtili apandilar deydi. Chaqchaqni qo'yayli. U bola haqida boshqa tafsilotini ayrim so'zlasharmiz. Gizi kap qolsa ko'rishtirarsiz, dedi Tavfiq xushal bo'lib. Ondan Shavqi bilan suhbatini davom qilib, erkin hayot bo'g'ilib qoldimi? Nima bola? Qandaq qapazga mubtalo bo'lib qoldi? Deb so'radi Tavfiq Shavqidan. Buningda har xil sabablar bor, apandim. Ammo hozir yana qayta nashr qilishga tayyorlik ketyapti. Uning ustiga baxtimizga yarasha Mahmud Sijon bundaq ishlarga bak ko'ngil bo'ladigan odamkan. Amdi yangi hayot nomida nashr qilmoqchimiz. Balkim 1-2 oydan keyin yuz ko'rishib qilishala. Shundoq bo'lsa-ku, dedi Mamtili apandi xushal kulimsirab. Mening yordamim kerak emasmi? Gizit chiqadiganlar ish bo'lsa, meni nimkor ishlatsangizmi rozidim. Yo'q, sizlarni u ishga avar qilmaymiz. Lekin sizlarning yordamlarga qaroliq bir muhim ish bor. Agar malol ko'rmasizlar, siz ish buyuradigan bo'lsangiz, yana malol palo deganmi gapmi? Menda Mahmud Qashqarining Divanu Lug'ati Turk asri bor edi. Turkiyada nashr qilingan nusxasi. Shuni olimning ona tiliga tarjima qilishni uzundan beri ko'nglimga pukib kelyotdim. Lekin ijtimoiy muhit, turmush va boshqa shart-sharoitlarning yor bermasligi bilan bu ish keyniga ketyotidi. Men bo'lsam umrimning qiron mazgilini yashab bo'ldim. Amdilikda bu ig'ir yukni ustimga ilishga ojizlik qilaman. Uni tugutishga umrim yor bermasligi mumkin. Agar sizlar bu ishda shota at bo'lib bersizlar, men yandoq bo'lsam, avlodlar ajdodlarning izini ko'rsa, o'lsammi xotirjam ketatdim. Barakalloh sizga. Intayin yaxshi o'ylabsiz. Kamina garchi iqtidor egasi bo'lmasammi, ustozimning yetaklashi bilan mushundoq shon shuhratlik ishqa qo'l tiqish baxtiga muyassar bo'la olsam, yana nimani ayaytim? Qani, yo'l boshlang. İşimizde Allah yar bolgay. Yo'qsu. Menda unchavala dasmi nima qilsin? Bu ishda men sizlarga tayanmoqchi edim. Bundan talishadigan nimasi bor, ustoz? Biz bu ishni cho'qim tutadiganga kelishdikmi? Ha, bo'ldi. Qolgan ish putishalmigdek emas. Amisa bugun bizning uyga ketib qo'nsizlar. Kitobni ko'rsizlar. Qanday qilishning yo'lini shu yerda so'zlashayli. Rahmat, ustoz. Bismillah demayla sizni malol qilishga jur'at qilolmayman. Ham kechgacha qiladigan ishlarim bor. Afu qiling. Agar malol ko'rmasangiz, ata yana mushu yerda ko'rsak bo'lmasmi? Kitobnimi billa elib kelishga bo'lsa, Qojim Tavfiqni ko'p tutmadi. Chunki uning javobi uni qanoatlantirgan edi. U xili uzoq paranglashib o'ltirib, xo'shishib qaytib ketdi. Shavqi chiqib ketgandan keyin Majiddin apandi, Mamtili apandi, Ahmad apandilar u yoqdan paranglashib, orqadan yana o'z so'rimizmi, ketimizmi degan masalaga ko'chdi. Apandim, dedi Tavfiq salmoqliq tus beradigan tabassumi bilan Majiddin doktorga qarab. Oxirgi qarorga allaqachon keldik-ku. Yana nima bitmagan muzokara? Masalan, men vatanim uchun xizmat qilmay nag borman. Sizmi qiling? Atayin yaxshi niyatlar bilan kapdiq. Amdi birdilla hech gap yo'q. Ketkinimiz qandoq? Siz texi baynal minalchisiz. Yusuf apandi nima deydi? U kishi nima deydi? U bu yerda uylik o'choqliq bo'lib bo'lganda oilasini tashlab ketishga texim chidamaydi, danga. Agar sizni patroq o'ylab qo'ygan bo'lsak, sizmi yipsiz bog'lanib qoladingiz. Agar sizning qaroringiz bo'yicha bo'lganda, amdi bu yerda uvatizmaymi bo'lmag'idek, deb chaqchaq bilan javob berdi doktor. Ondan yana jiddiylik bilan, bu ishda yoshlik qilmayotganingizga ishonch qila olamsiz? Deb so'radi. O'zimning hayotim deganda balki yoshlik qilayotgandiman, lekin tanlagan yo'lim jihatdan yoshlik qilmayotganim aniq. Salmoqlik bilan yo'l tanlaganimga ishonch qila olmayman. Demak, siz hamma ehtimollikni nazarda tutibsiz-da? Shundoq, hatto o'limnimi? Hamma degandikin hammani o'z ichiga oladi-da.
Yaqında Mahmud Moiti bilan ko'rishvidim. U kishimi bizni ketmaslikka da'vat qilib ching turib oldi. Texi sizni takror surishti qilgan edi. So'zlashkusi bardak, dedi doktor g'amkin qiyofatda. Mahmud apandi bizning qaytishimizga unaydigandek emas. Shundoqmi? Bu qatim u kishi bilan ko'rishib ketaman. Hamda siz qanday qarorga kelganligingiz haqida bir nima desangiz-chu? Siz nimani umid qilsiz? Agar menga tanlash huquqi berilganda, sizdan ayrilmaslikni xohlayman. Hamda mengami shuni xohlamaslikdan boshqa amal bo'lmadi-da, dedi Majiddin apandi ma'yus kulimsirab. Orqadala jiddiy, ammo o'z-o'ziga da'vatqanday qilib, lekin zulmatga yam bo'lishimizda gap yo'q, deb qo'shib qo'ydi. Men qarorimni o'zgartmayman, dedi Tavfiq texmo jiddiylashib. Men yot ellarni kezdim, bilim oldim. Bularning hammasi nima uchun? Vatan uchun emasmi? Mushu baxtsiz millat uchun emasmi? Mushu millatga xizmat qilishning fursati kelganda, albatta xizmat ustida o'lish toza mening g'oyamdek ish. U sal turib, keyin shoirona ohangda qo'shib qo'ydi. Lahangning og'zidan qo'rqsa garg'a bos, dengizning taktidan go'har ololmas. Oxirgi hisobda Majiddin apandining qilish va'dasi elingandan keyin Majiddin apandi Yusuf ziyolar vaqt chiqarib naqsha, soz, usul tomosha qilib o'ltirishga taklif qildi. Ular Mamtili apandining tamburini seg'ingan edi. Apandilarning ko'nglini yerda qo'yish haddim emas, dedi Tavfiq. Lekin Qashqarning usta sozandalaridan bir qanchani taklif qilsak, o'zaro o'rganishga yaxshi fursat bo'ladi. Ondan birlikda qizitmamdoq. Uning ko'nglida Uyg'ur sanamlarini notaga elish xiyoli bor edi. Buning uchun yerlik sozandalar bilan ko'proq uchrashish zarur edi. Uning qarashicha oldi bilan sanamlarni xalq san'atkorlaridan o'rganib olsa, ondan uni notaga olg'ili bo'ladi. Shu do'stlarning bazma qilish talabidan foydalanib, xalq san'atkorlari bilan uchrashmoqchi bo'ldi. Sozanda tonishlar bordi. Tonishlar bor, dedi Yusuf Ziya. Mening iltimosim sizlarga malollik keltirmasa shundoq bo'lsin. Aksicha bo'lsa, noiti o'zirlikman. Amsa ati bizning uyda o'ltirayli, dedi Yusuf Ziya. Malol ko'rmasingizlar. Malol bo'lg'idek nimasi bor? Undaq bo'lsa, siz mushu ish bilan band bo'lsangiz, doktor meni Sijang oldiga boshlab borsa bo'larmikin? Qandoq deysiz, bova? Men tayyor. Bugun menga qo'noq bo'ling. At deganda Sijang bilan ko'rishib qaytgandan keyin Ziyoninkiga borayli. Mana qarang, Shavqiy ustoz bilan ketib qolgan bo'lsam, buncha ish bitmaydi, dedi Tavfiq o'rnidan turib etib. Bugun ko'rishgan odam bilan bugunla mehmon bo'lg'ili ketib qolsangiz, sat turar edi, apandi, dedi doktor chiqishib. Ba'zida odam 20 yildimi sinishib, tushunishib bo'lolmaydi. Ba'zida bo'lsa ashundoq ko'rishibla tushunishkili bo'ladi. Shundoq emasmi, Ziyo? Ahmad apandi biz bilan boramsiz? Yo'q, mayli. Sizlar uchun qiyin ishmi ozg'u, do'stim, dedi Yusuf. Shuni deyman, natayin, deb kuldi Tavfiq taloga qarab mengib etib. Ba'zida gapni oshirib o'tishingiz bo'lmaganida, sizmi yaxshi ko'rishga arziydigan kishisiz. Biroq mushu ishingiz menga yoqmaydi. Ular shu gaplardan keyin Novishi maktabdan chiqib, Hilol Ahmarga qarab ketishdi. Yo'lda ketib o'tib, Tavfiq Majiddin apandidan so'radi. To'xtaji chet elda ko'p turib qolmas? Ko'p turmaydi. Bundaq deyishimdek sabab, u kishimi amdi yangi davr uchun oz-to'la xizmat qilmoqchi bo'lsa kerak. Chala qolgan ba'zi bir muomalalarni buzib o'tib kelmoqchi ekan. Chamamda keldiganga oz qoldi. Amdi biz turadigan bo'lgandikin darslik kitoblar kerak bo'ladi. To'xtaji kelsa, yana bir qitim chatga chiqishida biz uchun Toshkentda darslik buyurtib bersa obdan bo'ladi. Ulgursiz, apandim. Menga o'zingiz haqida so'zlab bersangiz-chu, planlaringiz, orzularingiz haqida, dedi Majiddin. Ular Majiddin apandining turalg'usiga yetib kelib, ozodi parang'a tushdi. Davomi bor.